Bismillah. Bismillah. Otangizni bu dunyodan o'tganiga qancha bo'ldi? 12-aprelda, Ramazonda 2022-yil. Endi otam o'tganlariga ro'parasi bugun 4 oy bo'ldi. 4 yil bo'ldi, 5-yilga qarab ketyapti. 2014 o'tganlarda 10 yil bo'libdi. 2006-yil olamdan o'tganlar otam. 17 yil bo'libdi. 2021-yil 21-aprel otam rahmat qildi. 2023-yil 21-avgust onam rahmat qildi. Onangizni bu dunyodan o'tganiga qancha bo'ldi? 3 oy bo'ldi. 3 oy. O'zim Xitoyda yurdim. Onamlar lecheniyalar olishga, profilaktikaga o'sha oxirgi lecheniyalari qoluvdi. Istanbulga uchib boruvdilar. Shu 3 soat, uzoq 4 soatdan keyin shu xabar keldi. Diydor qiyomatga qoldi endi. Olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritganimda litsenzionni musobaqaga borganman. Telefon bo'lyapti, otangning ahvoli og'irlashdi, tez yo'lga chiqqin deyapti. Endi srazi yo'liga bilet olganman, nima qilganman? Menga SMS kelgan, bandalik degan. O'sha yetib bormaganman, o'sha nariyoqqa kuzata olmaganman otamni. O'sha armon bo'lib qolgan, oxirgi marta xayrlasha olmaganman otam bilan. Ancha kasal bo'lib yotganlar. Keyin shu uyga boraman, Marg'ilonga, otam uyiga, ya'ni Ma'murjon Uzoqov. O'zlari katta bo'lgan uylari o'sha uyga. Endi u payt haligi hozirga o'xshab tezda aloqaga chiqish vositalari unchalik hali avj olmagandi, shuning uchun menga tezda aloqaga chiqish olmagan. Shu hayotimdagi bitta armonim shu. Otamni so'nggi manzilga kuzata olmaganman. Baliq tutishni yaxshi ko'rardi. Baliq tutardik ko'p billa. Baliq tutishga yana ketishayotgan bo'lgan. Oradan ko'p o'tmasdan shunaqa xabar kelgan. Qaytishayotganda mashina sirpanib dalaga o'tib ketib qolganini eshitdik. Kimnidir otasi kutilmaganda vafot etadi. Kimnidir otasi o'zi